أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddeske hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua selam yollap bolgandan keyin maqsadga kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Qur'on tili darsxonamizdagi 12 ilmiy sohaning biri bo'lgan sarf ilmidir. Bu sarf ilmi degan bizning Uyg'ur tilimizda morfologiya deb ataladi. Hozirgi zaman Uyg'ur tilida morfologiya deb ataladi. Endi biz arabcha buning izohlariga o'tib ketaylik. Fa'il musarfi. Fa'il musarfi ilmi sarf, yani sarf ilmi. Ve yuqalu lehu at-tasrif aydan. İlmu tasrif mi deyiladi? İlmi sarf mı deyiladi bu ilmga? Ve ilmu tasrif, yani tasrif mi deyiladi? İkisi bir ma'noda. Sarf desek mi, tasrif desek mi? Bunun lug'atdagi ma'nosi, yani bizim Uyg'urchada hamda ismlarni, fiillarni turlash, ismlarni, fiillarni turlaydigan, turlarga ayiradigan bilim degan budur. Endi arabcha buni biz izohlab o'tamiz. Ve huwa lug'atan sarf degan lug'atda, yani arab tilidagi lug'at nuqtasini bir ilib aytganda at-taghyir degan bo'ladi, yani o'zgartish degan bo'ladi. Ve minhu tasrifur riyah. Kur'an-ı Kerim'de ve tasrifur riyah degan shamollarning yo'nalishini o'zgartish deb Qur'on-ı Kerim'de bir oyat keladi. Shuni odamı tasrif deb kelgan. Yani shamollarning yo'nalishini o'zgartish degan bo'ladi. Endi vastilahan biz hamisha darslarimiz so'zlab kelgandek har qanday bilimning lug'at nuqtasidan bir ta'rifoti bo'ladi va shu sohada har qanday sohani so'zlamoqchi bo'lsak, shu sohadagi istiloh nuqtasidan, shu sohadagi mutaxassislar qo'llaniladigan istiloh nuqtasidan bir tarifi bo'ladi. Yani bu sarf ilminiki istiloh nuqtasidan bo'lgan tarifi bil ma'nal amali, yani amaliy ma'noda tahvilul aslil vahidi ila amsilatin muxtalifa li ma'anin maqsuda la tahsulu illa biha. Aynen, endi bu istiloh ma'nosi nima desa, yani bir asli bo'lgan, yani bir aslni ila amsilatin muxtalifa degan har xil misollarga, har xil shakllarga, li ma'anin maqsuda degan maqsadlik, g'arazlik ma'nolarga ilish uchun, la tahsulu illa biha degan u ma'nolarga faqatla shu har xil shakllar orqali erishgili bo'ladigan maqsadlik bo'lgan ma'nolarga yetish uchun har xil shakllarga bir aslni, yani bir asosiy bo'lgan bir aslni har xil shakllarga tahvil degan o'zgartish. Yani bizniki bu qisqachilab, yig'inchilab aytganda ismlarni, fiillarni turlash degan budur. Turlash bizim Uyg'urchada turlash. Masalan, qanday turlanadi ismlar, fiillar qanday turlanadi desa, qanda ka ismil fa'ili vel mef'uli ve ismit tefdili ve tesniyeti vel cem'i ila gayri zalik. Yani isimlar qanday o'zgaradi? Masalan, biz bir ishni, harakatni qilguvchi degan ma'noni ko'rsatmoqchi, ifodalamoqchi bo'lsak, ismi foilga o'zgartiramiz. Masalan, fi'il degan bir asl bo'lsa, fi'il bir ish harakat degan, fa'il deb o'zgartiramiz, ya'ni bu ish harakatni qilguvchi. Vel maf'ul deb o'zgartiramiz, ya'ni bu ish harakat qilinuvchi, ish harakat yuz bergan obyekt. İsmi tafzilga o'zgartiramiz, bu ishni bak yaxshi qilganni ifodalamoqchi bo'lsak, af'alu deymiz. Masalan, af'alu desak, bak yaxshi qiladi, bak yaxshi qiladigan degan ma'no bildirish uchun. Va tasniya bir fiilni, bir ish harakatni ikkiga, ya bir ismni ikkiga aylantirmoqchi bo'lsak, masalan
Ömer desek bir Ömer, Ömeran desek iki Ömer degan bo'ldi. Masalan, faala desek bir adam bir ish harakatni qildi desa, ikki odamni qilganligini demoqchi bo'lsak, faala desek ikki odam bu ish harakatni qildi deganini demoqchi. Vel jam'i degan bu shu, vel jam'i degan bu bir odam demakni bu desak, faala desek bir odam bu ish harakatni qildi desek, ikki odam demak qilganligini bildirmoqchi bo'lsak, faala desek ikki odam bu ish harakatni qildi. 3 adam yoki 3 dan ziyod qancha odam qilganini bildirmoqchi bo'lsak, faalu desek, ya'ni shu odam hamma odamlar bu ish harakatni qildi deganini bildirmoqchi. Ya'ni mushundoq fi'illarni, ismlarni mushundoq ma'lum g'araz, ma'lum maqsad tufayli har xil shakllarga o'zgartiradigan fanni nima deb ataymiz? Ilmi sarf, morfologiya deb ataymiz. Endi va mavduuhu, bu ilmi sarfniki mavzusi al-alfazul arabiyyatu min haythu tilkal ahvali kas-sihhati vel i'lal vel isalah ve ziyada. Yani bu ilmniki mavzusi to'xtamay tadqiq qiladigan, tekshirish olib boradigan nima obyekti al-alfazul arabiyya. Arapça sözler. Çünkü tabii Arapça. Arap sözlerinin için qanday ahvallarni desa, kas-sihhati degan bu ismning yoki bu fiilning nimaligi saq ismligi, saq fiilligi yoki i'lo degan kasal ismligi, kasal fiilligi. Bu harfning ismlardagi va fiillardagi harflarning asli harfligi yoki ziyoda harfligi. Shunga o'xshagan tadqiqotlarni olib boradi. Endi bu ilmi sarf va yahtassu bil asma'il mutamakkina. Ilmi sarfniki tadqiqoti faqatlam tadqiqot obyekti hareketlerini, zıvar, zil, fash deganda hareketlerini qabul qiladigan ismlar vel af'alil mutasarrifa, ya'ni turlanadigan fiillar. Fiillar hammasi 12 turga turlanadi. Keyin Xudoyim inshaalloh keyin oldimizda keladi. Turlanadigan fiillar shu haqda ham. Ya'ni demak harf ustida tadqiqot olib bormaydi. Ve semaratuhu. Endi sarf ilmining mevasi, natijasi, adam bizga beradigan mevasi, natijasi nima desa, sawnul lisani anil xata'i fil mufradat. Ya'ni so'zliklarda xatolashib ketishdan tilni saqlash. So'zliklarni talaffuz qilib aytganda, yozganda tilning xatolashib ketishidan oldini olish degan bo'ldi. Shu mevasi. Ve muraatu qanunil lugati fil kitaba. Xat yozgandimi lug'at qonuniga rioya qilishdan iborat ikkilanimiz va mevasi va. Xo'sh, endi va'lam anna kalam al-arabi yanqasimu ala thalathati aqsam: ismin va fi'lin va harfin. Va'lam, shuni bilginki arabning so'zlari 3 qismga bo'linadi. Ism, fi'il, harf deb 3 qismga bo'linadi. Fal ismu, ism deganimiz ka Muhammad degan o'xshash ismin, odamning ismi. Val fi'lu, fi'il deganimiz ka alima, ya'ni bildi, bir narsani bildi degan o'xshash. Val harf kal ba'i. Val harfu kal ba'i. Harf deganimiz kal ba, masalan alif, ba, ta, sa degandagi harf hijod emas. Ilf harflari yoki al ba degan harful jar masalan. Bilen degan ma'nosi va buni huruful maani deymiz. Bizniki ma sarf ilmida tadqiqot obyektimiz harflar emas. Harflar ishimiz yo'q. Bu nahv grammatik ilmiga ketadi. Biz sarf ilmida faqat ism bilan fi'il ustida tadqiqot olib boramiz. Fal ismu yanqasimu ala thalathati aqsamin: thulathi va ruba'i va khumasi. Thulathiyin va ruba'iyin va khumasi. Fal ismu, yani ism deganimiz 3 qismga bo'linadi. 3 harflik, 4 harflik, 5 harflik deb. Yani thulathi, rubai, khumasi deb 3 qismga bo'linadi. Endi thulathi degan nima desa, fa thulathiyu. Thulathi deganimiz 3 harflik deganimiz huwa ma yakunu ala thalathati ahrufin ka umara. Yani thulathi deganimiz 3 harflik bo'lgan fi'il. Nima? 3 harflik bo'lgan ism. Ka umara. Umar degan o'xshash bizga. Ayn, mim, ra. Ka umara desek, Umar desek 3, bunda faqatlam 3 harf bor. Mana bu shu 3 harflik ism deb ataladi, thulathi. Rubai deganimiz va rubaiyu
هو ما يكون على 4 أحرف كأحمد. رباعي تت harflik deganimiz, tört harflik deganimiz هو ما يكون على 4 أحرف degan tört harflik bo'lgan ismdir. Ahmada degan o'xshash. Ahmada. Mesela merdeki alif yani hamza, ha, mim, dal yani tört harf. Vel humasiyu. Humasi deganimiz huwa ma yakunu ala 5 ahrufin ke Mahmud. Yani 5 harflik deganimiz yani 5 harflik bo'lgan ism. Ke Mahmud. Mahmud degan o'xshash. Mahmud desek mim, ha, mim, vav, dal 5 harf mana. Ism mushu har qanday ism arabchada mushu 5 turlik butu. Ya 5 harflik butu, ya 4 harflik butu, ya 3 harflik butu. Shu eng qisqa ism 3 harflik, eng ziyod ism 5 harflik butu. Uni da ziyodlab ketganlari yani ko'plik shakli o'tu va birlik shakli emas. Endi biz ismni tugatib qoldik. والفعل ينقسم على قسمين ثلاثي ورباعي. فعل ikki qismga bo'linadi. Fi'l ثلاثي ورباعي deb ikki qismga bo'linadi. فالثلاثي على قسمين ثلاثي مجرد وثلاثي مزيد. Yani فالثلاثي deganimiz ikki qismga bo'linadi. Biri ثلاثي مجرد degan asli 3 harflik fi'l ve ثلاثي مزيد. Yani birisi ثلاثي مزيد. Yani birisi ثلاثي مجرد ve birisi ثلاثي مزيد. Yani biri asli 3 harflik fi'l, yani biri ثلاثي مزيد degan ziyade 3 harflik fi'l. فالثلاثي المجرد هو الفعل الذي يكون على 3 أحرف أصلية كبصارة. أمده ثلاثي مجرد يعني أصل 3 harflik fi'l deganimiz هو الفعل الذي يكون على 3 أحرف أصلية كبصارة degan. Yani basara degandek degan o'xshash asli 3 harflik bo'lgan fi'ldir. Asli 3 harflik bo'lgan fi'l. Yani asli 3 harflik degan gap basara desek ba, sad, ra bu harf hammasi mushu fi'lning asli harflari. Buningga ziyoda bir harf qo'shilib qolmagan. والثلاثي المزيد هو الفعل الذي يكون على 3 أحرف مزيدة كأبصارة. أمد ثلاثي مزيد degan ziyade 3 harflik deganimiz bo'lsa الفعل الذي يكون على 3 أحرف مزيدة degan ziyade 3 harflik. Ziyade 3 harflik deganimiz yani asli 3 harfiga bir harf ziyade bo'lgan fi'ldir. Yani asli 3 harfiga bir harf ziyoda qilingan. Asli 3 harfiga bir harf ziyoda qilingan fi'ldir. Ka absara. Absara desek bu yerda 4 harf bo'lib qoldi, lekin bu yerdagi a beshdagi a nima? Asli harf emas. Bu fa'alaning asli harf emas. Basaraning aslisi buning basara. Absara degan ma'lum bir ma'noni bizga ifodalash uchun, ma'lum bir g'arazni bizga ifodalash uchun merdeki hamza ziyoda qilingan, shuni absara bo'lgan. Shuni buni bir harf ziyoda qilingan 3 harflik deb ataymiz. 3 harflik fi'l deb ataymiz. Endi bu fi'lni ikkiga bo'ldik a? Ismni 3ga bo'lgan, fi'lni 2ga bo'lgan, fi'lni sulasi rubai deb. Sulasini 2ga bo'lgan unda bo'ldik. Endi rubai. Rubaini 2ga bo'ldik. Va rubai ala qismayni rubaiyin mujarrad va rubaiyin mazid. Rubai mu 2 qismga bo'linadi. Rubai mujarrad va rubai mazid deb. Rubai 2 qismga bo'linadi. Rubai mujarrad va rubai mazid deb. Endi rubai mujarrad degan nima desa? Rubai mujarrad deganimiz farrubaiyul mujarradu huwa al-fi'lu alladhi yakunu ala 4 ahrufin asliyatin kadahraja. Yani rubai mujarrad degan asli 4 harflik deganimiz asli 4 harflik bo'ladigan fi'ldir. Masalan, kadahraja degan, dahraja degan yumaloq degan gap. Buni bizga hozir bu fi'lning ma'nosi bizga nima emas, muhim emas. Kadahraja desek dal, ha, ra, jim. Bu asli 4 harflik. Ma fi'lniki harfi asli 4 harflik. والرباعي المزيد هو الفعل الذي يكون على 4 أحرف مزيدة كتدحرج. زiyade 4 harflik deganimiz nima desa?
ziyade to'rt harflik deganimiz bo'lsa, asli to'rt harfiga bir harf ziyoda qilingan, bir harf ziyoda bo'ladigan nimadir? Asli to'rt harfiga bir harf ziyoda bo'ladigan fiildir. Tadahraja degan o'xshash. Asli buning tadahrajaning aslisi dahraja. Lekin bizga ma'lum bir masalan tadahraja desak yumulatdi degan bo'ldi. Tadahraja desak yumulandi degan bo'ldi. Bizga bir majhul ma'nini bildirish uchun, ondan yumulatsa yumulandi degan ma'nini bildirish uchun bir harf ta degan bir harfni bo'lgan ziyoda qilingan. Shuning bilan tadahraja bo'lgan. Ma'lum deb ataladi. Asli to'rt harfga bir harf ziyoda qilingan to'rt harflik deb ataladi. Eng muhim yerda bir eskartish bor. Va'lam. Bu kitobda har qanday va'lam degan ekansiz, qattiq diqqatingni bersangiz. Va'lam anna mizana kalamil arabi fa'ala. Shuni bilginki, ey o'quvchi deydi. Shuni bilginki, arabning kalamining mizan degan, ya'ni tarozisi, o'lchimi fa'aladir. Yani fa, ayn, lam harfi, ya'ni qachonda fa'ala. Fi'il. Fa'ala, fi'il. Arab so'zni davomli mushu fa'alaga sotib. Har qanday so'zni. Fa'ala. Ismga solsa, masalan, fa'al deytimiz qamar. Fa'al. Fi'il. Hijr, masalan. Agar fi'ilga solsa, fa'ala, daraba, andın basara, şunu o'xshaydi. Hammasi shu bo'yicha ma'nodir. Fa'aladir. Asli o'lcham. Anda olgandan keyin fakullu harfin yuqabilu ala ahrufi fa'ala ka basara fa huwa harfun asliyun. Endi bu yerga beshtiki bizga rubai mujarrad, rubai mazid, sulasi mujarrad, sulasi mazid degan gapni bu yerda bizga tushuntiryapti ta'zir illatini. Nimish qilib asli harf butu, nimish qilib ziyoda harf butu desa, fakullu harfin yuqabilu ala ahrufi fa'ala. Arabning kalamining o'lchami fa'ala bo'lgandan keyin 3 harf bo'lgandan keyin har qanday harf fa'alaniki ash harflarga udul modul kelsa, fa'in lam degan ash harfga udul modul kelsa, ya'ni 3 harflik bo'lsa o'xshash, 3 harflik. Fa'ala deb yozsak ostinga ba sara deb yozsak fa'ga ba udul kelsa, aynga sad udul kelsa, lamga ra udul kelsa, masalan fa'ala ba sara degandek udul kelsa, nima bo'ladi? Fa huwa harfun asliyun. Ashu udul kelgan harf shu fiilniki ya shu ismning ya shu fiilning harflarining asli harfi bo'ldi. Masalan ba sara desak, nima fa'ala udul keldi-ma? Demak basaraning hamma harfi ziyoda harfdan bir yo'q. Hammasi asli harfi. Ve kullu harfin yazidu ala ahrufi fa'ala ka absara fa huwa harfun zaidun. Endi fa'alaniki, fa'aladiki ning harflariga ziyoda bo'ladigan har qanday harf, masalan ka absara degan o'xshash, absara degan o'xshash, fa huwa harfun zaid. Bu ziyoda harf bo'ldi. Bu nimaniki so'z, shu fiilning o'ziniki asli harf emas, balki u ziyoda harf. Masalan fa'ala desak, absara desak, o'sha udul kelmaydi. Chunki absara deganda alif, ba, sad, ra to'rt harf bor. Fa'alada 3 harf bor. Lekin ma'nodagi absara deb udul kelmaydi. Udul so'zlab kelganda bir harf ziyodalab qoldimi? Bu ziyodalab qolgani ma'lum bir ma'noni ifodalash uchun ziyoda qilingan. Ma'lum bir ma'noni ifodalash uchun ziyoda qilingan bir harf. Buni deb ataladi, harf zaid deb ataladi. Lekin bu harf zaid bo'lganligi uchun biz buni absarani rubai deymiz. Bu ziyoda harf. Asli shu so'zlikning o'zining harfidan bo'lmay, balki kim ziyoda qilingan harf bo'lganligi uchun nima deb ataymiz buni? Shuning uchun buni harf zaid deb qo'yamiz. Shunga buni sulasi mazid deb qo'yamiz. Rubai demak to'rt harflik demashligimiz sababi nima 3 harflik emas, ziyoda harfni qatoga olmaydi sarf ilmida. Ve amma iza zadatil kelimatu ala salasati ahrufin. Amma hamda kelime. Amma bırak iza zadatil kelimatu degan söz ala salasati ahruf. 3 harfdan ziyodalab qolsa hamda. Söz 3 harfdan ziyodalab qolsa. فإن كان زيادتها من الحرف الأصلي في الكلمة عند وضعها على 4 أحرف. عند وضعها على 4 أحرف. أما söz 3 harflik bo'lib qolsa, qanday bo'lib qolsa, agar bo'lsa uningki 3 harfdan ziyodalab qolsa, uning 3 harfdan ziyodalab qolishi minal harfil asliyi fil kalimati inda wad'iha ala 4 ahruf. So'zni asli söz komitetikilar, söz tuzguvchilar tuzgan chaqda, asli tuzgan chaqda shu bu 3 harflik tuzmaydi bu so'zni. 4 harflik tuzib qo'ygan bo'lsa, asli tuzgan chaqda 4 harflik tuzgan
asli harf bo'lib qolib qolsa shu so'zning bu chaqda nima bu asli 4 harflik so'z bo'lib qolib qolsa asli masalan ka dahraja degan o'sha dahraja desak bu yerdagi dal ha ro jim hammasi asli harf keyin qitilgan harf emas keyin qo'shilgan bir ma'ni maqsadni bildirish uchun keyin qo'shilgan emas bu asli tuzilganda dahrajada tuzilgan bunda olib qolsa zitta fil mizani laman wahidan ala ahrufi fa'ala bunda ahvol yuzlaganda biz mizonga mizon nima dedik fa'ala arab tilining o'lchami til o'lchami dedikmi shu fa'ala degan fa'il lam degan mizonga yeni bir dona lamni qatib deymiz yeni bir lamni ziyoda qatibmiz oshimiz fataqulu fa'ala bilam qilib bergan fa'alaning keyniga yeni bilamni qatsak lamni keyniga o'chaqda fa'ala butu fa'ala fa'ain lamni keyniga bilamni qatsak o'chaqda fa'ala dahrajaga o'xshaydi fi vazni dahrajaniki vaznida dahrajaning vazniga udlash uchun fa'ala desa shuni o'chaqda arab tilidagi mizon ikkiga o'tib o'chaqda mizon fa'ala 3 harflikning mizoni nima fa'ala 4 harflikning mizoni nima o'ta fa'ala demak arab tilidagi fe'l ikki turlik rubai xumasi ism 3 turlik sulasi rubai xumasi endi buniki tafsilotini buniki asta deb olamiz va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu taala va sallam ala xayri xalqi muhammadi va ala alihi va sahbihi ajmain